Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga ushbu ko'rib turgan Tigo 7 2026 mashinamizni restyling variantini obzorini qilib beramiz. Ko'rib turgan mashinamizni ko'rgan bo'lsanglar, oldingi variantidan ko'ra old oblitsovkalar o'zgargan. Juda ham derskiy mashina bo'lib turibdi. Ko'rinishlari. Tumankalarimiz mana bu qora bilan perforatsiya bo'lgan. Mashinamizning ko'rinishi va shu olov bo'ladi kechqurun ko'chada yursanglar. Mashinamizning motoriga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor bo'ladi. Shaharda rasxodi mashinamizning 8 tadan 10 litrgacha rasxod qiladi mashinamiz. Mashinamizning salon qismiga keladigan bo'lsak agar, mashinamizning saloni barcha kerakli jihozlar bilan jihozlangan mashinamiz. 360 kamera, slepoy zona, oldi orqa parktroniklarimiz bor. Ushbu mashinada polasa udержанияsi ham bor. Yana bitta eng katta plusi adaptivniy kruz kontrol. Adaptivniy kruz kontrol bilmaydiganlar izohga plus qoldiringlar. Sizlarga to'liq ma'lumot keyingi obzorda ko'rsatamiz. Mashinamizning skorost rычаглari bizda joystik va xrustalniy joystik bo'ladi. Xrustalniy rычаг bo'ladi. Rulimiz elektrический multimedial rul. Akustikasiga keladigan bo'lsak, mashinamizning 10 tadan oshuv Sony kolonkalari qo'yilgan. Xo'p, mashinamizda 3 xil rejimi bor. Standart, Eco, Sport. Sportga qo'yib, bemalol danlida sursanglar bo'ladi mashinamizda. Mashinamizning tom qismiga keladigan bo'lsak, panoramniy katta lyukimiz bor. Maza qilib osmonga qarab yotib, mashinani o'zida maza qilib dam olsanglar ham bo'ladi. Mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismida yoshi katta odamlar, biznesmen akalarimiz maza qilib orqasiga o'tirib, mana shunaqa barlari bor orqasida ham qo'lni qo'yib olib, biznesmen akalarimizga zo'r yarashib qo'yadi bu mashina. Keyin ushbu mashinamizda ko'rib turgan hamma qayta jihozlari, tonirovka, parok, orqadagi oldi dugalari, polik, barcha qayta jihozlarini o'zimiz bonus sifatida sizlarga qo'shib beramiz. Faqat Ahmad Donishga Cherry avtosaloniga kelsanglar. Mashinamizning orqa dizayniga keladigan bo'lsak, ushbu mashinamizning orqa stopniklariga e'tibor beringlar. Oldingi Cherry Tigo 7 Pro mashinamiz bilan ancha farq qiladi stopniklarimiz. Orqasi LED stopnikda qo'yilgan bo'ladi. Bagajiga keladigan bo'lsak, bagajimizda detskiy rejimlari ham bor. Misol uchun, bagajni yopayotganingizda tegida odam bo'lib qolsa agar, bosasiz, mashina bagajni tegib, yana qaytib ketadi o'zi. Mashinamizdan qanaqa shartlar bilan oson bo'ladi deyotgan bo'lsangiz kerak. Bu mashinamizning boshlang'ich to'lov atiga 25% bilan 1 yildan 5 yilgacha foizsiz, foizli muddatli to'lovga xarid qilsanglar bo'ladi. Mashinamizni 4 xil to'lov usulida chiqarib bera olamiz sizlarga. Naqd, avtokredit, lizing, rassrochkaga chiqarib bera olamiz. Sizga bo'lgan qulay shartlarni bizning avtosalon sizga qilib beradi. Bizning avtosalonga tashrif buyuring. Uzog'i 2 soat ichida mashinani o'zingizning nomingizga chiqarib beramiz, uyingizga maza qilib haydab ketaverasiz. Sizlarni Cherry Ahmad Donishdagi avtosalonimizda kutib qolamiz.